Shu ikkala obuvda qaysi biri O'zbekiston, qaysi biri chetnikligini topsangiz, sizga sovg'am bor. O'zbekiston chetniki. Qaysi biri O'zbekistonniki, qaysi biri chetnikligini topsangiz. Menimcha bu O'zbekistonniki, mana chetniki. Yo'q, topolmaysiz. Aniq chetniki bormi? Ushab ko'ring. Ushab ko'ring. Bemalol. Men taxmin qilaman. Mana tushunsin. Bu O'zbekiston bo'lsa kerak. Yo'q, topolmaysiz. Nima uchun именно shunisi chetniki deb o'ylaysiz? Boshqacha stilda turibdi. Taxmin qilib ko'ring, ushab ko'ring, xohlasangiz, kачествосini ko'ring. Chetniki bor anaqa. Bu sal sifatliroq o'xshaydi. O'zbekistonniki yopishtirilgan bo'lar-ku. Maysini tanlovlikchi. Topolmaysiz, mayli, sizga tekshirib ko'rganingiz uchun sizga sovg'ani beraman. Ishtirokingiz uchun katta rahmat, sog' bo'ling. Aslida bu o'zimizni milliy brend, kiyik brendidan, o'zimizni O'zbekistonda, Marg'ilonda obuv edi. Kelasi ham O'zbekistonniki. Sizga sovg'amiz. Yaxshi kunlaringizda kiying. Ko'rib turganingizda ikkala oyoq kiyimim Kiyik Shoes brendidan. Agar siz bu haqida bilmaganingizda qaysi biri chetniki deb o'ylardingiz? Izohlarda fikringizni qoldiring.